Diqqat, O'zbekistonda zilzila sodir bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat, bugun 3-fevral kuni soat 15:38 da O'zbekistonning bir nechta nuqtalarida zilzila sezildi. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Zilzila magnitudasi 3.7 ball, chuqurlik 10 kilometrni tashkil etgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 230 kilometr janubi-g'arbda, Samarqand va Jizzax viloyatlarining bir nechta tumanlarida sezilgan. Magnituda 3.7. Epitsentr Baxmal tumani, Jizzax viloyati. Koordinatalari 39.62 daraja shimoliy kenglik, 67.56 daraja sharqiy uzunlik. O'zbekiston hududida sezilish kuchi quyidagicha: Bulung'ur tumanida 2-3 ball 23 km, Baxmal tumanida 2-3 ball 26 km, Tayloq tumanida 2 ball 36 km, Urgut tumanida 2 ball 44 km, Jomboy tumanida 2 ball 45 km, G'allaorol tumanida 2 ball 48 kilometrni tashkil etgan.